Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodar aziz, hayotda bir hayron qoladigan bir narsa bor. Bu hayotda inson bolasi o'zining nodon, biroz ahmoqroq ekanligini o'zi dalillab, isbotlab qo'yadi. Bunga bir isbot. Hozir hayotda bir Qizil kitob degan kitob bor ekan. O'shanga yo'qolib ketayotgan jonzotlarni, hayvonlarni qo'yib, o'shani orqasidan bir qancha odamlar yugurib, molini, dunyosini, aqlini o'shaning orqasidan sarflamoqda. Lekin hech bir inson fikr qilmayapti. Inson yo'qolmoqda-ku. Odam bo'lgan odam yo'qolmoqda-ku. Odamiylik sifatlari yo'qolmoqda. Shuni orqasidan yugurgan hech kim yo'q. Shuning uchun hurmatli birodar aziz, o'zimizning hayotimizda shunday qilaylik. Yo'qolib ketayotgan sifatlar bizning hayotimizda bo'lsin. Mana o'sha sifatlar bizning hayotimizga kelishi uchun bugun shukr degan so'z bilan sizlar bilan biroz so'z qilamiz. Bu shukrchilik sifati o'ta bir yaxshi sifat, Alloh taolaga yoqqan sifat. O'zi inson bolasi qachon borga shukr qilganda, yo'qni qo'msab, uni eslab xohlamas edi-da. Nima uchun boriga shukr qiladi-da. Lekin boriga shukr qilgan insonni uchratish biroz qiyin-da. Bir kuni bir kishi do'stining oldida nolib qolibdi. Do'stim, shu meni 2 qavatli uyim yo'q, minadigan mashinam yo'q. Yaxshi bir ishlasam ishim ham yo'q deb nolib tursa, do'sti ham bir hikmatli kishi o'xshaydi. Do'stim to'xtab turib, men davom ettirayin. Qara, sen yo'q deydigan, seni yana ustingda balo qazolar ham yo'q, rak kasalliging yo'q, qarzing to'lamaydigan qarzing ham yo'q deb aytgan ekan. Shunda do'stim uyalganidan ikkita beti qizarib qopti. Hurmatli birodar aziz, bizning hayotimiz shundoq bo'lsin. Biz shukr bilan, rozichilik bilan Alloh menga qanday ahvol bersa, men undan roziman deb hayot kechirsak, o'shanda hayotimiz yanada nurliroq, yanada yaxshiroq bo'ladi. Nima uchun hozir qo'shni bilan qo'shni urushadi? Er bilan ayol, ota bilan bola sabab bir-biridan rozi emas, shukr qilmaydi. Shuning uchun hurmatli birodar, bir-birimizdan rozi bo'laylik. Bir kuni uch dugona yig'ilib qolibdi. Ondan keyin ularning bittasi boshlabdi. Dugona, meni umr yo'ldoshimni bilasanmi? U shunchalik boy kishi, kunda o'shancha mingdan topadi deb maqtansa, ikkinchisi boshlab qopti. Seniki o'shancha bo'lsa, mayli, menikini eshitmaysanmi? Meniki kunda kiyim almashtirganda, mashina almashtirib, kunda yangi mashina olib keladi desa, uchinchisi hayron bo'lib, jim bo'lib tursa, ikkitasi so'rab qopti. Seni umr yo'ldoshingni qanday o'zgachiligi bor desa, shu o'zgachiligi yo'q. 20 yil bo'ldi, lekin bir marotaba urushib ko'rmabmiz bir-birimizdan desa, boyagi Qizil kitobga o'shani kirgizib qo'yish kerak o'xshaydi. Boyagi ikki ayol hayron qolib, bu qanday bo'lishi mumkin deb so'rasa, hozir biroz kutib turing. Hozir umr yo'ldoshim ishdan keladi. Undan keyin ko'rasiz. Birozdan keyin umr yo'ldoshi kelibdi. Boyagi ikki dugonasi o'zincha bir xonada. Lekin ishdan kelgan erkak uyini tiqillatsa, 15 daqiqa, 10 daqiqa eshikni ochmabdi ayol. Atayin. Shu mahalla boyagi ayollar aytibdi dugonalar. Eshigini och, hozir janjal qiladi. Desa, yo'q. 15 daqiqadan keyin borib eshikni ochsa, boyagi umr yo'ldoshi jilmayib turibdi, uyiga qarab kirib ketdi. Va shundan keyin boyagi ayol umr yo'ldoshining oldiga muzdek ovqat, sovuq choyga qo'yib turib chiqib ketibdi. Boyagi ikki dugonasi aytibdi, mana hozir janjal boshlanadi desa, boyagi kishi ovqatni yeb, choydan ichib chiqib ketyapti. U janjal ham yo'q, urush ham yo'q, hech nima yo'q. Shunda boyagi ikki dugona so'rab, bunaqasi bo'lishi mumkin emas. Qayoqdan bo'ldi desa, aytgan ekanda, hozir o'zidan borib so'raymiz. Aytibdi, shu desangiz ikki dugonam kelgan edi. Aytdim, 20 yildan beri urushmadik. Nima uchun o'shaning sirini so'rashmoqda desa, boyagi kishi aytgan ekan. Shu 20 yil birga yashadik. 20 yil ishdan keldim. Eshikni ochding. Bir marotaba kechikib qolding. Men roziman, shukr debdi. Shukr qilaman. Shu 20 yildan beri issiq ovqat yedim, issiq choy ichdim. Lekin bir marotaba sovuq choy,
sovuq ovqat yesam shunga norozi bo'lamanmi? Men roziman, shukr deb aytgan ekanda. Hurmatli birodar, shuning uchun hayotdan rozi bo'lsak, Alloh taolo bizning hayotimizni yanada eng yaxshi darajaga ko'taradi. Hozircha barcha inson o'zining hayotidan norozi. Misol olib qarasak, yo'lda piyoda ketayotgan inson o'zidan yuqoriroq mashina degani qaraydi. Mashinadagi yuqoriroq yangi chiqqan mashina degani qaraydi. Hurmatli birodar, uni bilan hayotimizga shukrchilik hayoti kelmaydi. Rozichilik hayoti kelmaydi. Kelishi uchun biz o'zimizdan pastroqni qarashimiz kerak. Yo'lda piyoda borayotgan inson oyog'i yo'qqa qaramaydimi? Mashinada ketayotgan inson piyodaga qarasa, o'zining hayotidan rozi bo'ladi. Oyog'i yo'q insonchi kimga qarasin desa, qabrda yotgan mayitga qarasin-chi. Shukr qiladi. Yo'q deganda oyog'i ishlamasa ham zato hayoti bor-ku. Shuning uchun rozi bo'ladi. Shuning uchun hurmatli birodar aziz, bu hayotdan rozi bo'laylik. Alloh taolo o'zi va'da berdi-ku, in shakartum la azidannakum. Agar sizlar shukr qilsangiz, men albatta so'z ko'paytirib beraman dedi-ku. Bu degani nimasi? Hurmatli birodar aziz, agar bizning hayotimizda boriga shukr qilsak, Alloh o'sha bordan barokat beradi. Bunga bir hikoya ayta ketsak, Musa alayhisalom bir kuni Alloh bilan so'zlashish uchun Tur tog'iga qarab ketayotganda yonidan bir boy inson chiqib qoldi. Hamda aytdi unga: "Ey Musa, Allohdan sen so'rachi, men boyligimni qanday ozaysam bo'ladi?" deb Musa alayhisalomga so'z aytsa, Musa alayhisalom rozi bo'lib yo'lini davom etibdi. Yo'lini davom etsa bir kambag'al bir inson chiqibdi-yu, aytibdi: "Ey Musa, Robbingdan so'rachi, men qanday boy bo'lsam bo'ladi? Shuni bilib bersi" dedi. Musa alayhisalom bunga ham rozi bo'lib yo'lda ketibdi. Yo'lda ketayotib Musa alayhisalom buni ham savoliga rozi bo'lib Robbisi bilan so'zlashishni boshlab: "Ey Robbim, seni bir bandang bor, o'ta ham boy. U so'ramoqda, qanday boyligimni? U so'ramoqda, qanday boylikni ozaytsam bo'ladi" deb. Shunda Alloh taolo javob berdi: "O'sha boyagi insonga ayt, men berayotgan ne'matlarga norozi bo'lsin, shukrsizlik qilsin, uning ne'matlari ozayib, dunyosi ozayib ketadi." Musa alayhisalom: "Unda yana bir bandang bor. Uning boyligi yo'q, hech balosi yo'q. U bandang boy bo'lishni xohlaydi. U bandang nima qilsin desa, Alloh aytgan ekan, shukr qilsin o'sha hayotidan. Shunda men uning hayotini boy qilib beraman" desa, Musa alayhisalom deb yo'lini davom ettiribdi. Hamda boyagi insonga borib aytibdi: "Ey boy, men Allohdan so'radim. Senga kelayotgan ne'matlarga shukrsizlik qil, sening boyliging ozayadi." Shunda boyagi boy aytibdi: "Alloh menga shuncha ne'mat bermoqda. Men qanday shukrsizlik qilayin? Men hech qachon shukrsizlik qilmayman" deb aytdi ekan. Bir rivoyatda o'sha boyning qo'lida olma turgan deydi. O'sha olma oltinga aylanib ketgan ekan o'sha so'zining sababidan. Men Allohga qanday shukrsizlik qilayin degan so'zdan. Undan keyin boyagi kambag'al insonning oldiga borib, kambag'al insonga aytibdi: "Ey kambag'al, sen Alloh berayotgan shu ne'matlarga ham shukr qil, Alloh seni boy qiladi" desa, "Ey Musa alayhisalom, ey Musa, ko'rmoqdasan-ku, meni badanimni yopgani shu ikkita matodan boshqa hech nimam yo'q. Boshqa hech balom yo'q. Shunga shukr qilaymi" deganda Alloh taolo bir shamol keldi. O'sha matolarni ham olis-olislarga uchirib ketibdi. Hurmatli birodar aziz, shu joydan bilinadiki, biz o'zimizning ne'matlariga shukr qilaylik. Alloh bizning darajamizni bu dunyo oxiratda ko'tarib qo'yadi. Biz o'ylamaylikda, hayotda ishlab, pul topib, dunyo topsak boy bo'lamiz debchi. O'ylab qarang, bizning otamiz ishlagan. Biz ishlamoqdamiz, inshaalloh bizning bolamiz ham ishlaydi. Lekin o'sha hayot ketmoqda-da. Nima uchun? Bu hayotda rozichilik bo'lmasa, unda boy bo'lish qiyin. Sizda 100 ming bormi? 200 mingni xohlaymiz-da. Shuning uchun kambag'allikka o'rinamiz. Rozi bo'lmaymiz. Hurmatli birodar aziz, sizda yo'q deganda 20 ming bo'lsa ham o'shanga rozi bo'ling. Alloh sizga o'sha 20 mingga barokat berib qo'yadi. Bir kuni bir kishi hayron bo'lib o'tirsa, yoniga oqsoqol kelib o'tirib aytibdi: "Ey bolam, nimaga hayron bo'lib o'tiribsan?" desa, boyga aytibdi: "Ey oqsoqol, o'ta kambag'alman. Men hech baloim yo'q, ishlagan ishim yo'q" desa, boyagi oqsoqol ham
boyaga jilmayib, sen kambag'al emassan, sen millionersan, bilasanmi shuni desa, yo'q, kel savdo qilamiz. Qandoq savdo qilamiz? Qarab tur. Ko'zingni 500 mingga berchi desa. 500 mingga berchi debdi. Shunda boyaga, jinnimisiz oqsoqol? 500 mingga beradigan ko'zim yo'q. Oyog'ingga 200 mingga berchi? Yo'q, bera olmayman. Ikkita qulog'ingni berchi yo'q deganda 300 mingga desa, uni qila olmayman desa, ko'rdingmi bolam? Hozirning o'zida millioner bo'lding. Yana biroz savdo qilsak, milliarder bo'lasan deb aytgan ekanda. Hurmatli birodar, shuning uchun biz o'zimizning tana a'zolarimizga qaraylik. Shunda shukrchilik paydo bo'ladi. Biz qaraganda qo'lim bor. Hurmatli birodar, mening qo'lim bor ishlamoqda. Ko'zim bor ko'rmoqda, tilim bor so'zlamoqda desak, o'sha hayotga biz shukr qilgan bo'lamiz, hurmatli birodar. Bu yengilda hayotda yashashchi. Shukr bilan hayot kechiring. Alloh sizning hayotingizni eng yengil qilib qo'yadi. Hurmatli birodar aziz, u hammani oldiga chiqib, men roziman shu hayotimdan, menga berilayotgan ne'matlardan roziman deb qiyqirib, bayon qilib, e'lon qilishning hojati yo'q. Yurakdan, ya Alloh, menga ko'z berding, roziman. Quloq berding, roziman. Aql berding. Ba'zan ishlab, ba'zan ishlamasa, roziman desak, Alloh o'sha berilgan ne'matni yana ham o'zining yo'liga ishlatish uchun qilib beradi. Ishlattirib beradi, hurmatli birodar. Bir kunda qancha marotaba Allohga rozichilik bildirib, shukr aytishimiz kerak. Shuni bir hisoblab beraymi sizga? Qarab turing. Biz erta bilan uyqudan turdik. Alhamdulillah, men Allohdan roziman deylik. Nima uchun? O'sha uyqusidan tura olmagan insonlar qancha? Kechasida borib turib, bu hayotdan ko'z yumib ketganlar insonlar qancha? Alhamdulillah, meni Alloh uyqudan uyg'otdi-ku. O'limning ukasi bo'lgan uyqudan meni turg'izdi-ku Alloh. Alhamdulillah. Undan keyin bu birinchisi. Ikkinchisi, alhamdulillah uyqudan turib ko'zimizni ochdik. Ko'zimiz ko'rmoqdaga alhamdulillah. Qanchadan qancha insonlar bor, ko'zlari ko'rmaydi, lekin bizning ko'zimiz ko'rmoqda-ku alhamdulillah. Undan keyin hurmatli birodar aziz, hojatxonaga bordik. O'sha yoqqa borish uchun aqlni bergan Allohdan rozi bo'lmaymizmi? Men roziman Robbimdan deylik. Alhamdulillah. Qanchadan qancha insonlar bor. Ular o'tirgan joylarida hojatini bitirib qo'yadi. Nima qilishni bilmaydi. Yoshlari 30 da, 40 da, 50 da. Lekin Alloh unga aql bergan emas. Bizga aql berdi-ku hojatxonaga borish uchun. Alhamdulillah. Hojatxonaga borganda ichimizdan alhamdulillah deb qo'yaylik. O'sha chiqarayotgan narsamizni yengil chiqardik-ku. Dunyoda o'shunday bir insonlar bor. Hojatini chiqarish uchun millionlagan dunyosini sarflaydi. Lekin Alloh bizga yengil qilib qo'ydi-ku, borib yengil chiqaramiz. Alhamdulillah. Undan keyin hurmatli birodar aziz, hojatxonadan chiqib turib, muzdek suvga bet qo'limizni yuvdik. Alhamdulillah deylik. Nima uchun? Dunyoda suvsizlikdan, tashnalikdan, hayotdan ko'z yumgan insonlar qancha? Bizning suvimiz bor-ku, ichidan alhamdulillah. Undan keyin eshigimizni ochib kirmoqdamiz. Alhamdulillah deylik. O'zimizning uyimiz bor-ku, tomi qiyshiq bo'lsa ham. Alhamdulillah. Dunyoda uyi yo'q insonlar qancha? Bizning uyimiz bor-ku. Alhamdulillah. Kirib o'tirdik. Otamiz keldi, onamiz keldi yonimizga, bolalarimiz to'palan qilib keldi. Alhamdulillah, otamiz bor-ku. Yonimizda turgan onamiz bor-ku. Biroz to'palanlik qilib, sho'xlik qilsa ham bolamiz bor-ku. Alhamdulillah deylik, hurmatli birodar aziz. Shunda bizning hayotimizda shukrchilik bor. Nonni sindirdik o'sha joyda. Alhamdulillah deylik, o'sha nonni bergan Allohku. Hozirning o'zida dunyodan ko'z yumayotgan insonlar qancha? Ochlikdan, tashnalikdan. Alhamdulillah. O'sha oilamizdan bir davrada o'tirdik, tinch o'tirdik. Alhamdulillah deylik, shu oilamiz bilan tinch, totuv hayot kechirmoqdamiz. Hurmatli birodar aziz, bir so'z bilan aytganda, bizning Allohga men Robbim sendan roziman demay turgan vaqtimiz yo'q. Har bir mahalda aytishimiz kerak. Ko'zimiz, quloqimiz, oyog'imiz, hayotimiz alhamdulillah. Shunda Alloh taolo bizning hayotimizni eng yuqori darajada qilib beradi. Bir kuni Musa alayhisalom Robbisidan so'rabdi: "Ey Alloh, sen Odam alayhisalomni o'zingning qo'ling bilan yaratding, unga ruh berding, jannatingga kirgizding, ne'matlaringni berding. Ey Alloh, Odam alayhisalom ularning evaziga nimani qaytardi?" deganda Alloh taolo ikki so'z aytgan ekan: alima va shakara. Odam o'sha bergan ne'matlarini bildi hamda shukr qildi debchi. Demak, hurmatli birodar,
sizga kelayotgan ne'matlarning o'rnini qaytarsa bo'ladida. Siz o'shani Allohdan deb biling, undan keyin men roziman desak Alloh taolo barchamizga eng yaxshi qilar ekanda. Siz rozi bo'ling hayotingizdan. Nima uchun? Alloh taolo sizni inson qilib yaratdi-da, hayvon qilib, qo'y qilib qo'yganda nima qilardik? Boylanib turgan buqa qilib qo'yganda nima qilardik? Alhamdulillah men inson bo'ldim. Bu bir alhamdulillah o'sha insonlarning ichidan sizni musulmon qilib yaratdi-ku. O'sha musulmonlarning ichidan masjidga borib Allohni taniydigan bir inson qildi-ku. Alhamdulillah deylik, hurmatli birodar. Shuning uchun bizning hayotimizda alhamdulillah bo'lsa, unda biz eng yuqori darajada yaxshi hayotda yashaymiz. Endi men Robbimdan roziman, shukr degan sifat hayotimizga qandoq keladi desa, siz o'sha sifatni o'zingizga kelishini xohlaysizmi? Endi o'zingiz qabristonga boring, kasalxonaga boring, qabrida yotganlarni ko'ring, kasallarni ko'ring. O'shanda siz o'zingizning hayotingizdan rozi bo'lasiz. Oilangiz bilan rozichilik, hayotdan rozi bo'lishni xohlaysizmi? Undoq bo'lsa, oilangizni olib qabristonga, bolalar uyiga, kasalxonaga, jinnixonaga boring. Jinnixonaga boring. Siz o'sha hayotdan o'zingiz rozi bo'lasiz. Shuning uchun hurmatli birodar aziz, Davud alayhisalom ham Alloh taoladan so'ragan ekan. Allohumma inna as'aluka lisanan zakiran. Ey Alloh, men sendan seni eslovchi til so'rayman. Va qalban shakiran. Hamda seni yod etib, madh etib, shukr qiladigan yurak so'rayman, qalb so'rayman deb. Hurmatli birodar aziz, barchamizga Alloh taolo o'zini eslab shukrchi bandalardan qilgan bo'lsin. Rozi bo'laylik berilgan barcha ne'matlarga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.